Assalomu alaykum barchaga. Andijon Tunikafon kanalining a'zolari, men navbatda ishimizda ham Dalvarzinda, Andijonda yakunlab berdik. Bu ishimiz mana Termon Banisani oldirog'ida, hali bo'ri kalla deb qo'yadi, Somsani oldan kirganda ko'chada, orada Tupi mahallada. Mana ko'rdinglar, obunachilar, bu esa mana robotxonamiz Alkafon fasonda qilib berdik. Mana esa bu taraflarga mana chiroqlarni ham o'rnatib berdik. Endi mana bu taraflarga teshganmiz. Endi o'rnasa o'sha tugaydi. Ko'rib baho beringlar obunachilar, xizmatlarimiz vodiy bo'lib, bunaqa ishlarimizda, bunaqa fasonlarimizda, Alkafon fasonimizda obunachilar bularimizni 150 ming so'mdan kvadrat metrini qilib beryapmiz. Ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa ustalarimiz tarafdan idealniy bo'lib, bomba bo'lib chiqdi. Sizlar musofirda bo'lsanglar ham nomunamizni ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol zakaz buyurtma bersanglar, sizlarda ham xonadoninglar borib, xuddi shunaqa ko'rinishda ishlarimizni qilib beramiz obunachilar. Bu esa mana ichkari shapkalari. Har bitta lentamizga, goldimizda mana tilla rangimizdan foydalanganmiz. Ko'rib turibsizlar, mana turbalarni esa mana tushirib, qo'ldan kelgancha darajada chiroyli qilib berdik. Uy egasi esa xursand bo'lib, rahmat aytib qoldi. Juda chiroyli chiqdi obunachilar. Mana bu joyimizga ahamiyat beramiz obunachilar. Bu kastamiz bilan, bu shapka bilan bu shapkani orasida 80 sm raziyasi bor edi. Shunaqa holatda mana juda go'zal holatda qilib yopib, xudo xolasa bomba qilib berdik. Kimiki shunaqa Tunikafondan ishlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'lib, obunachilar sizlardan bir mahal abit bo'ladi. Qolgan barchasi esa bizdan bo'ladi. Obunachilar, bu joyimizga ahamiyat beramiz. Bu shapkamiz 150, bu esa 140. Burchagimizga baho beringlar obunachilar. Ustalarimiz tarafdan qo'ldan kelgancha mana o'ta chiroyli qilib keltirilib, mana turbasini esa mana tushirib berdik obunachilar. Ko'rib turibsizlar, sizlardan poddeshga bitta like tugmachalarini gumillatib bosib olamiz.